Akalar videomizni boshladik. Bo'lmasa aka akamizdan ma'lumotni olib o'tamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Charchamang. Yaxshimisiz? Rahmat aka. Aka biz hozir videoni boshida aytib qo'ydik. Mana shu bitta ustundan 1 million so'm daromad qilsa bo'ladi dedik. Shu rostmi? Xuddi shunday. Kuniga ustun bilan biznes boshlasangiz, kunida minimum bitta bilan 1 million topsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Biz buni qanday qilishni va qolipni yetkazib beramiz. O'zimiz shu soha bo'yicha 2 yildan beri shug'ullanamiz. Demak, bizda kolonnamiz, qoliplari 25 lik diametrdan 50 lik diametrgacha ustun qoliplarimiz bor. Demak, birinchi sort qalindan, mustahkamidan qilib beramiz. Bundan tashqari bizning yana bitta plus tomonimiz, ustalarga kim bizdan olsa agar o'shalarga klient topib beramiz. Qaysi viloyatdan bo'lsa agar o'sha klientdan zakaz qilib biz topib beramiz. Xudo xolasa bundan tashqari dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab bepul qilib qo'yganmiz. Va bundan tashqari dastavkalarimiz SNG davlatlari bo'yicha ham bor, ular lekin pullik. SNG davlatlarga ham dastavkasini beradi. Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonlarga dastavka qilib beramiz. Demak, sizlarda qulaylik tomoni qolib olgan odamga quyishni o'rgatib, plus klientdan berasiz. Klientdan beramiz, xuddi shunday. Ana akalar sharoitni zo'ri. Ham o'rgatib qo'yishadi, ham klientdan berishadi. Aka, bitta qolip yordamida bir kunda nechta kuysa bo'ladi? Xo'sh, bitta qolip o'zi standartimiz 4 metr 380 shunaqa bo'ladi, bitta ustun qolipimiz. Kuniga bitta quysa bo'ladi. Qurishiga qarab, qancha endi yozda tezroq qo'yadi, ikkita quysa ham bo'ladi. Endi bu tavsiya bermaymiz. Bitta quysa bo'ladi kuniga. Maksimal bitta quysa bo'ladi. Xuddi shunday. Endi ikkita olsa, ikkita quyadi. Masalan, oddiy misol, vodiylarda 1 metr 200-250 ming atrofida. Ikkita qolip bilan boshlasa agar, shu 1600 shunaqa qoladi. 4 metrdan qo'yish uchun standartlarimiz 4 metr. Hamma uyda ayvon qiladi, darvozaxona qiladi. Mana shunaqa yangi proyektlar bo'lyapti. Shu 400-500 ming chiqarsa agar, ustalarga, byurokrasiyaga, boshqasiga 1 milliondan ziyod o'ziga qoladi. Demak, olgan odamning o'ziga bir kunda sof foyda 1 million qolaveradi. Xuddi shunday. Tushunarli. Bitta ustun kuyish uchun 2 kishi yetadi. Demak, bitta ustun uchun, bitta qolip uchun 1 kishi yetadi. 1 kishi Endi yoniga yana 1 kishi olish kerak, chunki olib berish uchun boshqa uchun. Ikkita qolip uchun 2 kishi yetadi. 3 ta qolip uchun ham 2 kishi yetadi. Endi 4 ta uchun yana 3 kishi qilish kerak. Tushunarli. Lekin hozir o'zimiz tomonda akalar 4 ta qolipga ham 2 kishi kuyib yuborsa kerak, adashmasam. Shunday. Lekin quysa bo'ladi. Endi yaxshi daromad qilyapti. Demak, mehnat qilsa pul ko'proq topib bo'ladi. Shunday. Tushunarli. Har xillardan bor. Bundan tashqari balasina uchun qoliplar ham bor. Xuddi uzundan tashqari balasinalar ham bor. Ular metrlab sotiladi va metrlab quyib beradi. Faqat tekis to'g'ri joylarga to'g'ri keladigan balasina. Va bundan tashqari mana lesnitsalarga ham olib kelib qo'yganmiz. Zinalar uchun. Ko'rinib mumkin bu qiya bo'lib ketaveradi. Lesnitsa uchun. Chiqish qismlariga ekanda bunisi. Chiqish qismlariga bu balaslarimiz. Bularni quyib berish xizmati Samarqandda 500, 550, 600 minggacha 1 metrni quyib berish xizmati. Boshqa viloyatlarga yana qimmatroq yo arzonroq ketaveradi. Endi bu o'zimizni joyimizda aytdim. Va bundan tashqari bularning donaliklari bor. Buni birdaniga aytsak, ichiga aytib ketay. Bularning donaliklari. Mana shular donalik. Bularni donalab quyib, keyin olib borib o'rnatib kelishsa, buni quyib qo'yishadi, zagadovka qilib, taxlab, tayyorlab, keyin olib borib ustidan kelishadi. Buni 1 metrni quyib berish xizmati 800 ming. 700 mingdan boshlab to 1 milliongacha. Hamma narsa ustalarning o'zidan, bolalarning o'zidan, o'zimizdan bo'ladi, borib qilib kelamiz. Buni quyish, berish xizmatini ham o'rgatamiz. Qo'lni o'rgatiladi. Buni ham har xillaridan bor ekan aka? Buni ham har xillari bor. Katalog desa, men katalog tashlab beraman. Hammaga. Aslan bor. Bundan tashqari endi ustunning tagi uchun stakanlarimiz ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Ustunlar taglariga bu. Xuddi shunday. Tushunarli. Kimdir klassika, shu jimjimadorga yaxshi qiziqaman desa agar, mana shunaqa variantlardan olib borib quyib, keyin ustidan kolonnani quyishsa bo'ladi. Chunki hamma obyektda shu obyektdan 90-95% da stakan quyish kerak. Quyiladi ham. Mana bu stakanlardan foydalanishsa bo'ladi. Bu ham bir yangilik, assortiment qilib olib kelib qo'yganmiz. Tushunarli. Buni 3 xili bormi yo xillari ko'p? Yana 4-5 xili bor. Hali terilmabdi. Yana katalogga tashlab beraman. Kataloglarni tashlab beraveramiz, ha? Tushunarli.
Aka bo'lmasa bir oshdan narxini aytib ketamizmi? Narxida bo'lmasa keling sizga ustundan boshlaylik. Aha. Ustunlarimiz 25 lik diametrdan $550, qalini birinchi sort, ikkinchi sort $400. 30 ligi $650, qalini birinchi sorti, $500 ikkinchi sorti. Bunisi 35 ligimiz, bu $750. $600 уже ikkinchi sort. Shu $100-150 farq qiladi. Ana shu $100 $100 qo'shilib ketaveradi ustunlarimizga. 25 dan to 50 diametrgacha va bundan tashqari donalik balyaslarimiz bular $85-90 dan bir donasi. Bu ham narxini price listlari bilan tashlab beramiz. Kimdir Dastavkalari so'rasa. ichida. Hammasini dastavkasi tekin. Garantiyasi aka? Garantiyasi 4 yil 5 yilgacha, xudo xolasa. 4 yil 5 O'zimiz yilgacha. 6-yil ishlatyapmiz. 6 yildan beri ishlayapti. O'zimiz 6-yil, уже mana 7-yilga o'tadigan bo'lyapti. 7-yil ishlayapmiz. Birinchi, ikkinchi sortiga ikkalasiga garantiya beriladimi? Yo'q, ikkinchi sortga garantiya berilmaydi. Faqat birinchi sortiga garantiya beriladi. Sinsa yo bironma bo'lsa agar almashtirib beriladigan joyi bor. Bundan tashqari stakanlarimiz. Bu stakanlarimiz 250, 300, $300 bittasi. Narxi o'zgarib turadi. Bunga ham price list tashlab beramiz. Bular ham shunday. Xuddi shunday. Narxi qancha aka bularni? Metriga Bular metri hisoblanadimi? 300, 350, $400gacha. Buni qimmat bo'lmaydi. Keyin tumbuchkalarni qo'shib olishadi. Bular отдельно $150, $130. Shunaqa. Tushunarli. Bunimiz aka. Bu ham shu metrga hisoblanadi. Bu ham shu 300. Gultuvaklarimiz $200-250, $300gacha. Bular ham shunaqa. Tushunarli. Assortiment ko'p. Qancha desa yetkazib beradi? Assortiment ko'p, qancha o'zi yetkazib beramiz. Agar kelib olib ketaman deyishsa agar, chora skidka qilib beramiz. Sizlar nomlaringizdan chiqsalar ham, xudo xolasa, skidka qilib beramiz. Bizning kanaldan chiqqanlar uchun Albatta. skidkalar bor. Skidka qilib, dastavka tekin qilinib qilib beriladi. O'zi dastavkamiz bitta ikkitaga emas, ko'proq bo'lsa tekin ikkitadan plus bo'lsa dastavka tekin bo'ladi. Bitta uchun kelib olib ketishlari kerak yoki dastavka pullik bo'ladi. Shuning uchun sizlarning kanaldan chiqsa agar tekin qilib beramiz. Bizning kanaldan chiqsa bittasini ham tekin qilib beraveramiz. Xuddi shuni tekin dastavkasi 200-250 ming bitta qolipga oladi. Aka bu to'rtburchagimiz qolib ketdi bu burchakda. Buni ham Bu ma'lumotni to'rtburchak esimizdan chiqdi. To'rtburchaklarimiz dumaloqdan ko'ra $100 qimmatroq yuradi. Buni ham har xil fasoni bor. 25 ligimiz $650. Dumalog'imiz $550 edi-ku. $650, 25 ligi, 30 ligi $750, 35 ligi $850. Bu nima uchun qimmat? Bunga ko'proq siryo ketadi, granula ketadi va bundan tashqari buni quyib berish xizmati ham salgina qiyinroq. qimmatroq bo'ladi. Ham qimmatroq, ham qiyinroq. Ishi ham qiyinroq dumaloqqa nisbatan. Buni ham birinchi, ikkinchi sortlar bormi? Buni ham birinchi, ikkinchi sorti bor, biz faqat birinchi sortini olib kelib sotamiz. Chunki bizdan birinchi dumaloq olishadi, уже bilishadi, keyin to'rtburchak olishsa, уже yuqasi olib kelmaymiz buni. Demak, yuqasi 1 yil ish beradi, undan $100, $150 qo'shib birinchi sortini olgan yaxshi. Bo'ladi. Xuddi shunday. Tushunarli. Xo'sh, adashmasak ma'lumotlar qolib ketmadi. Aka, bundan tashqari quyish xizmatlari ham bor. Qo'y xizmati bor O'zbekiston bo'ylab, hamma viloyatda. Nima uchun bunaqa deyapmiz? Chunki bizdan qolib olganlarga qo'yib beramiz. Tushunarli. Klientdan beramiz. Demak, qolib olganga quyishni o'rgatiladi, polni dastavkalari, hamma narsasi qilib beriladi, klientdan beriladi plus. Xo'sh, aka, birinchi, ikkinchi sortni qaydan aniqlasak bo'ladi? Xo'sh, mana oddiy misol, mana bu 30 lik diametrdagi qolibimiz. Ko'rishingiz mumkin, o'sha rangidan ham bilsangiz bo'ladi. Hozir taroziga qo'yib beraman. U ko'proq siryo ketgan. Почти bir xil ekan-a? Ikkovining ichidan ham bir xil narsa chiqadi. Ko'rinishi bir xil emas. Mana qarang, o'sha bu yog'i bo'sh, bu yog'i to'la. Ha, bo'ldi. Ko'rinishi quyib berish xizmatida bir xil narsa chiqadi. Bu 30 lik qolibimiz, ikkinchi sortimiz 800 gram. 800 gram, ikkinchi sorti. 1 kilo 200 gram. 1 kilo 200. Shunda 400 gram razlisa qilyapti. Farq qilyapti bir donada. Endi bu yoqdan ko'p narsa bo'ladi. Shuning uchun farqi ham katta bo'lib ketadi. Ancha farq qiladi. Demak, birinchi sortda ancha baquvvat, qalin bo'ladi, ikkinchi sortda sal yuqoriroq bo'ladi. Ikkinchi sortda 1 yil xizmat beradi. Bo'ladi, ha. Narigisiga 4 yil, 5 yil garantiya beriladi. 4 yil ishlatsa bemalol bo'ladi. Arendatorlarga ham zo'r to'g'ri keladi. Ham ustalarga, prorablarga bu zo'r keladigan narsa. Tushunarli. Xo'sh, adashmasam ma'lumotlar qolib ketmadi. Kimdadir ma'lumot qandaydir savollar bo'lsa, kommentariyaga yozasizlar yoki ekran pastiga kanalimiz telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol chiqishlari mumkin. Bizning kanaldan chiqqanlar uchun xudo xolasa chiroyli narxlarda skidkalar bor. Dastavkalarni ham kelishtirib qo'yamiz.
Tushunarli. Aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Sog' bo'ling. Charchamang. Manzilda yetib Samarqand ketyapmiz shahar. Samarqand shahar. Telefon qilishsa lakasi tashlab beramiz. Tushunarli. Bemalol aloqa chiqarsizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar aka. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, charchamang. Akalar, videomiz foydali bo'lsa, bittadan like bosib, kanalga yangilar, kanalga obuna bo'lib qo'ysizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.